Mana ochki taqadigan insonlar, sizlarda shunaqangi ko'p krutoy vaziyatlar yasash imkoni borki shu ochki bilan. Nu sizlar nimagadir bundan foydalanmaysizlar. Misol uchun, kimdir tupoyski nimadir desa, nimadandir hayron qolsangiz yoki shokka tushsangiz, siz uchun bu narsani qabul qilish og'irligini tushuntirmoqchi bo'lsangiz. Qanaqadir hujjatga imzo chekayotgan bo'lsangiz. Kimdir sizni asabingizga tegan paytda. Qachonki nimadadir haq bo'lsangiz yoki yutib chiqsangiz. Va eng oxirgi muhimi, bunga yaxshilab e'tibor berib turasizlar. Qaranglar, ochki taqasizlar. Taxtlaring deydi-mi? Taxtlar. Shu payt Falaq nashriyotida chop etilgan Oqshom go'zalliklari kitoblarini o'qib chiqasizlar. Ko'z o'ynayi bilan bu juda ham oson bo'ladi. Kitob juda ham ma'noli, juda ham qalbga taskin beradigan hikoyalar, har xil yaxshi jumlalar yozilgan. O'zi ham qaynoqqina kitob, tandirdan yangi chiqqan kitob desa ham bo'ladi. Hasson Shamsiy Posho degan yozuvchi yozgan. Kачествosiga gap bo'lishi mumkin emas. Hidini-ku aytmasa ham bo'ladi. Oqshom go'zalliklari kitobini istalgan kitob do'konidan so'rasangiz bo'ladi. Agar topolmasangiz, Falaq nashrga murojaat qiling, Instagramiga yozing, o'zi sizga jo'natib beradi. Ha, aytgandek, bu kitobni faqatgina ochki taqiydiganlar emas, hamma o'qisa bo'ladi.